Ana, dadam yaxşı narsalarning hammani yeb oldi. Xotin, men seni, o'g'limni, ya'ni mushu oilimni deb yeyapman. Go'shtning hammasini yeb elib, yana silading, to'g'rimi? Albatta, men go'sht yeganda kuchlik bo'laman. Ondan Nasriddinni yengalayman. Shundaq bo'lganda uyimizga haqsiz yillikchidan birini akila alaymiz-da. Ajab aqlli gap. O'g'lim gap anglasa, turib solib qo'shib beraman. Nim qilyapsan? Mashq qilyapman. Ha. Bu yoq kel. Men sen qanday mashq qilishni o'rgatib qo'yay. Yo'q, men putini osmon qilib tik turishni mashq qilsam-da bo'ldi. Putini osmon qilib tik tursan kuchni oshirg'ili bo'lmasa. Nasirda, sen mashq qilmasang boyga yillikchi bo'lib qolasan. Bugun sizlar qanday musobaqalashmoqchi? Hurmatli qadrmonlar, bu qita mening deyinim hisob bo'lsin. Ig'irlik ko'tarishdan musobaqa qilishaylik. Nasriddin aka, sen rasl osha toshni ko'tara olamsan? Nasriddin, meningcha baslashmasang bo'larmikin? Yo'q. Meningcha, menga nisbatan bu tosh bek yinnikkan. Ishonmasizlar, ko'tirish baqamdoq. Qarsizlar, bu tugman teshi bu tosh qulupdan xeyli ig'ir. Men uni beshimning ustiga chiqara olmayman. Men avval ko'tarib baqay, ko'tarib baqay. Bu tugman teshi ig'irmikan? Sizlar boshlarini ustlariga chiqara olamdilar. Endi mening karomatimni ko'rsla. Mushunda qism bo'lamdi. Tugman teshi mening beshimning ustida turgandi. Pek yaxshi oldu. Mushunda qism bo'lamdi. Mushuma hisobmi? Mushuma hisobmi? Tugman teshi Nasriddinning beshining ustida turmamdi. Mush hisob bo'lsa, men yarnimi beshimning ustiga chiqara olayman. Qarab tursizlar. Bayxo'jam, qanday qis qilib o'tdilar? Nasriddin, shug'ul qilma, hisob emas. Ko'pchilikning hammasi ko'rdi, tugman teshini beshimning ustiga chiqara oladimi-ku? Bu hisob emas, qaytadan musobaqa qilishimiz. Bayxo'jam, boyisili yarnimi beshimning ustiga chiqara olayman degan tili bu. Qaytadan musobaqa qilish baqamdilar. Qaytadan musobaqa qilishayli. Bir narsa etishdan musobaqa qilish baqayli. Kim jiroqqa ota olaydi ekan? Unda bo'lsa gapimiz gap, ha? Nima otadiganimizni men bekitaman, ha? Nasriddin, nimani etishni o'ylab qo'ydingmi? Ha? O'ylashyapman-ku mana. Nasriddin aka, bu niyigina kichik bo'lib musobaqada tutib olasan. Bularni yemasammi bo'ladi? Gulnor, siz ovar bo'lmasangiz bo'ladi.
Men amal topdim. Musobaqaning boshlanganligini jakalayman. Nasriddin, nima etishdir musobaqa qilishimiz? Ha? Ha, meningcha biz buni atayli. Tamni kayniga atalsak yengam bo'lamiz. Bu gullarning qo'yganligi. Nasriddin Gullardan qo'lyog'ini olgan chog'da sen bor eding-ku. U yeydiganingni qo'yda tursa, boshqa ishlarni o'ylaydigan nadikichi olasiz? Mushu nima? To'g'ri? Mushuni. Nasriddin endi menga yillik job ishlashni o'ylashib qo'ygan. Bayg'o'jam, barliq kuchlarni ishga sasla, ha? Xotirjam bo'l, hargizmi bo'ldi qilib atmayman. Sen meni ishga betirdingmi? Zo'rliq kuchi ishlatishga bo'lmaydi. Boyqish hisob emas. Men yana bir qitim etib boqay. Qancha qitim asli bo'laverdi, ha? Nasriddin, buni tamning kayniga yetish mumkin emaskan. Bayg'o'jam, sizlarning kuchlar yetmadi. Yuvashlik bilan ixro bo'lsizlar. Undaqda sen bir etib baqa, men ko'rib baqay. Chataq yo'q. Obdan ko'ryapsizlar, ha? Nasriddin, qo'rqdingmi? Ha? Men kuchlik bo'lgandan keyin yirg'aroq turishim kerak. Bu hisob emas. Qayta musobaqa qilishay. Bo'ladi. Bayg'o'jam ushuqlik qilmasalar. Nasriddin, seni hargiz bosh qo'ymayman.